Instagramga kontent qilishdagi imkoniyatlarimiz Rossiya bozoridan, ya'ni ruslardan ancha ko'p desam ishonasizmi? Ishonmasangiz, shu videoda sizga bizadagi 3 ta afzallikni sanab beraman. Eng birinchisi, ruslar Instagramga primoy kirolmayapti. Ular har doim VPN bilan Instagramdan foydalanishyapti, chunki u yoqda buni cheklab qo'yishgan. Ikkinchisi, Instagram blokka tushgandan keyin target funksiyalari ham o'chuv. Bu degani ular xohlasa ham targetga pul sarflay olmaydi. Bizda target ochuv. Ularda bitta podpishchikka narxi $1,5 chiqib ketgan. Bizda bu narx o'rtacha bizning sferada 15 sent hisoblanadi. Uchinchisi bo'lsa, kontent qilishda konkurensiya shunaqa darajada katta, tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Hozir bizda blogini uspешно yurg'izib borayotgan odam shu Rossiya bozoriga kirsa hech narsa qila olmaydi, chunki bu narsalar 1 yil, 2 yil bizni bozorda ulardan orqadamiz, aynan kontent sifati borasida. Biz 1 yil, 2 yil orqadamiz degani 1 yil, 2 yildan keyin hozir Rossiyada bo'layotgan narsa bizda bo'ladi degan. O'shaning uchun hozir otni qamchilab shaxsiy brend qurmoqchi bo'lsangiz, harakatni boshlab aktivlaringizni to'plab olganingiz afzal, chunki bu borgan sari qiyinlashadi va qimmatlashadi. Instagram yuritish uchun, shaxsiy brend qilish uchun nima qilish kerak desa, asrori darslarni o'qish kerak, asrori profilni kuzatish kerak, asrori videolariga like bosib, YouTube'dagi bepul darslarni hammasini ko'rib chiqish kerak. Like bosib qo'ying endi.